Hamid Hopa bu düşemezken. Bunu bakın ayıbikam yok. Hamid senin kelgüsün. Ketkende onu DNA berip bir nim qıpaqdıq, tekşirtip baqdıq. Keyin tekşirgenlerim dedi. Nemi çıktı? Hamid'den emasken sen. Sonra Hamid Hopa bu düşemezken. Bunu reallik ütüle kalsın. Dada ütü buldu. Dada dedi dada. Birisi hem çaqçaqnım qilishdiq. Birinchidan mushu sakinni vujudga keltirgan aqasinglarga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Endi bir programmani bayan Nuraliym deb o'tdi. Bir programma yoki bir filmni vujudga keltirmak o basi mushkul ishchu. Masalan, nurg'un ko'rmanlarimiz va yoki qo'lidagi telefonni yoki ekranni men ras ashuna uchrab baqqancha bir necha odamlarga mandaqlik qiyitidi-ku deydi o. Bek oddiy, nurg'un odamning kallasida bir programmalarni ishlamak yoki bir filmlarni ishlamak bek oddiy tafakkur qildi ular. Shu hozirgidek mana bir necha o'rindiqni keliblar. Tizgan narsalarni tiziblarni riyosatchilar, mana undasi boshlandi programma, rejissyorlar vaqiraydi, chiroqlar tayyor. Ashunlar ular putib qoldi deb o'ylaydi. Ammo u oson gap emas. Endi mushundaq mana hozir huzur chaqchaq saknisi deb mush ishqinglarning noyatda bir ajri bilan nurg'un qon ter to'kkizib ajri bilan mushu programmani qilganlardan birinchidan men bak xush bo'ldim, ham tabriklayman. Rahmat. Ikkinchidan endi Hamid bilan Dilnur meniki oliy maktabda savodishim. Biz birga o'qigan, endi kasbimiz o'xshamaydi. Men o'zim ovoz kasbida o'qigan, bular aktyorlik o'qigan. Bularniki biz o'qish jarayonida nurg'un rol o'ynash jarayonida, nurg'un hamkorlik jarayonida bayanda chaqchaqni o'rnatdi-ku, balam deb. Ras o odam ashuna bo'lib ketdi ekan, qeyrindosh bo'lib ketgan-chu. Hatta Dilnur mening opamning roliga chiqib baqqan, achamning roliga chiqib baqqan, Hamid mening dadamning degandek opamning degandek ashuna rollarni o'ynab mana hozir qadar ham yaxshi hamkorlashib kelyapmiz. Hamda yana bir umidim buning ekan, bularningki turmushining noyat baxtli bo'lishini, shundaqla buningki kasbda bir utuq qozonishini, davomli utuq qozonishini, tenining salomat bo'lishini men chin dilimda umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Bek yaxshi dedi. Endi asosliq meg'izi oxir dedi-ku. Bularning turmushining texmi yaxshi bo'lib ketishini, ajrashmasligini umid qilaman deydi. Atan ajrashishga qolsa bek zarbiya ketdi. Bunu bakın ayıbikam yok. Bunda programlar ajrashmanglar ata. Baldıranlar da bana minnettarlığını bildirip oldu. Desey. Aslında programın ismi Çaqçaq ve bir aile de koydu. Vallahi kimde tiyimizini üzgündü. Şunda bana yaraştırıp apanım. Şunda peyz kiyimlerini öpürüp de. Kasaya uğursu da kıldı. Ben muş kiyimlik işini aldıdım, oylagandım. Çiçimimden koyuverdim şu, çiçim koyuyorsam bir xil şirdek çıqçu çiçim. Hey to'xta, Cevdet beni yasab ketmisin deb ben şaşını buğağınım. Şaşını koyuverken son. Addi kiyim giyimikin deb. O yarışıp şunda yarışıp. Bilmem ikin bu kiyimni vahşiçilik etdiğini unutmayın. Hamid yaraştı deydi. Yasaplamaydı ada. Hamid kam batusa, Hamid kam şememse da. Hamid otağın. Hamid senin kelgüsün. Aile şunda kuyuncan. Bütün tamakını muşu kılıdı. Göğüşna ikmiş, göğüşna o bu tamaklar hemesiymiş. Yakşarak şimdilik tamak ipkası kırıp asas katlamı da koyup çıkıdı ki. Dilnur açta diyeceğim, sen bulamda dep. Ama çaşını koyuverken sonra Dilnur, derak patşa apıllı olatın. Açta çepketine koyuverdim. Bak şunda yarışıp durma. Hamid diye oğdu kopma o. Bu ma erlevle oturup bakmagan değil mi? Hicaletcan zaten. Ay çaqçaq sorular dostum. Mülküpla zaten. Qasem hem qandaq olub qaldı onu oxumay qaldım. Dilnur qo'xshash xeyli bir ishlar deylik. Qo'diqmaydi. Qilan qattiqroq. Şaşıraqdı. Şaşaraq. Ma Hamid sizning bolangiz ishini ortida to'p. Nima Qasimga qarmay munda akeltadi ki bu. Şu Qasimning qarchig'ini bir yerga kelib qo'yganmi shu.
Balamның көзін işlep tatmanglar, bu kulaqdek göz var balam. Siz mi soskun uddul tanglamamsiz? Gözünü tıklatken. Aslında kızım büşkünün eliqi avtomatik büşk kaptı ekan men. Bunda bo'lib ketadigan. Bekirtib bersiz mi? Çay qaldıraysiz da. May boşum kichikroqda. Bek çay qilib etgan shu. Bo'pti, ishqib bir oylik kishilar kelib shunday yaxshi bo'pti, aylanma. Bo'lmasa bir-biringlar, uchinglar uch yoqda yurib yetibsizlar ekan. Ayirmay. Bular kech jibuq qilgandil yig'ildi bular. Bir chosh qarayib chiqishimiz situatsiyaga deymi? Ha, 31 soat qaraydi ekan u. Buni AI qo'ydik ayni AI-chu. Kechi 24 saat qildigan. Voy abba men yerib keldim deb qaynapamga desam, "Nimani yerib kelsiz? Bichara Hamid 24 saat uxlamay jibuq qildi" deydi. Qaynapam digilmaydi, AI qo'ydi degan tushunmaydi. Odamdan olib haqlachu telefon qildi buning adash bek chapata tutsa uyingni boqma deb bir damog'in yerim kechib o'birni chiqsam yana jibuq qildi deb. Amniyat AI-dan ha? Bunda obdan qalpaqdan birini kiyib oldi, tirishchan. Bundan shu chiqashda deydi, cho'qin buning tegida albuaqning uzakisi bor deb. O'birni qilib chiqmay. Yashab turib xeyli bo'lib ketdi adash seni ko'magini juma. Şu sırtlarda çıkırak olup kaldın hem de. Sırtlarda. Tağlarda jurtgan emas kino ishda. Hech kim yo'qoladi kino ishda. O'zini o'zini turib besh.